Dada, bununki gapni sen o'ylashivroq qilib bulamdi ya. Nima bo'ldi qizi? Nima bo'ldi? Men seni sirtlarga kirib qolsam tutmasqa sevadi keldim-ku. Bugun do'stimni oldi bek kosal qildim. Kechirgin qizim. Esimni chiqarib qo'ydim. Sen zot nima o'ylaydigansan uqmadim. Lekin sen 100 kerak bo'lmasa, men kerak. Xafaolmagan qizim. Men buningga diqqat qilay. Qarab baqa qaqning dadisiga. Katta xo'jayin. Sen-chi, odat bir baqqal. Dadam nima ish qildi deb so'rasa, baqqal deyishni nomus qilib, bir shirkat bo'lim boshlig'i deb yurayman. Ishqilib men buningga bozor ko'p qolsam, turmasqa sevadi. Ma'qul qizim. Buningga diqqat qilay. Qizim. Kela, azroq tomoq yog'ini. Tomoq qildi ekansan. Men qancha olmayat deb tursa? Qizim. Tomoq yemay olmaydigan ishim bo'lsa, olmaydigan sifatni chiqtirmam-da. Voy o'tib biroz kes qolmam o'zingga. Men sen olmayat telefon davatman. Bundaqda. Qizim, sening bir telefon bormi bu? Voy, o chepir telefon ishlatayvermanmi? O telefonni jo'ma qaqni oldi elishdim nomus qilma. Ishqib men telefon etdi. Qizim, sen degan hozir o'quvchi o'zini undaq telefonga bog'laganmigan. Men de sırtlarda bakallık bir ortama. Onun üstüne benim salomatlik ahvolimni sen bilmaydigan gayet emas. Şuna hazırca telefonga pul yetishmaydi qizim. Sen avval o'qishingni obdan o'qigan. Men telefonda keyinchi soat cho'qim ketgan qizim. Aqlmi? O'zingga do'rag'i pul yetishdi. Men pul saytdan pul yetishmaydi shunami? Men zatsni qizimni emasmi? Qizim. Bu doğrunu qo'shnimizning o'g'li Olimjon dadisi aytmayapti-ekan. Men bilan ko'rishib, ahvolimni bilgandan keyin siz bir qop shilpayqing deb menga berdi. Bikoqli berdi degina. Men bu doğrunu ichish uchun bo'lmadim qizim. Ey, bo'ldi qila. Meni 5 yoshga kichkina turib qoldingmi, chiqmaydigan. Bikoq bergandu. Qahmichi pulni sanab turib pishirdi. Ishqilib men telefon etmasam aytpirsa. Bo'lmasa men uydan chiqdim. Qizim, to'xta. Ben sana ettirey. Kızımla bir telefon lazım ki. Bana telefon lazım. Şuna adam kız. Bak üzül telefonu. Ben bu telefonumuz ne çıkıyor? Hem de bu telefonun aka sığma karab, rengi karab, parafonda 32'ci, 128'ci, yanlış 256'cı, ankize rengi işte toplummuş olmuş, ankize kara açık kalır ba. Antuen bazı 6700 dedim başında. Bizim bu telefon belki kıymetli. Bulmasa hazırca uzağına telefonu işin tuttuğun Bu sen mağdul olan toğu yeni olmakçı mı? Kızım şiddet doğan kızım ben kerak epray. Hazır yancımlık bunun hamısı çıksam aram minko çıkılıp ya. Yetişmeydi bana. Can sen dötüdek bir çıkıp baksan ne oldu sen de dırlayış olduğunu hem de. Çıkıp ma etmemişsin. Şuna kara kızım. Obda kızım. Kişiler hakikaten telefonga heves kılışı mümkün. Bırak bir telefon ikimizden mehir muhabbetini cıraqlaştırıp etmişsin obdan kızım. Ben sana çokum epray. Bırak. Huzuriyet bir mezgildekin epray. Hazırçın muş telefonu işiltip dön obdan. Lekin ben sağdaşlarım dadan almayet dep bulduk boğan tursan. Ama onun yüzü kanaqırayma. Bir mezgili çıdap tursan buludu kızım. Bulduk ne? Safiye! Safiye! Kızım, to'xtab!
Adaş çıkan kimsemsler? Ya. Hem sıcak bizim oldunuz mu? Vay bu vay bu koştuğumuz alacağız havacı nerede? Uzaktan gösteriyor. Dadam alsın bunlar Mehmet bizim dadam. Dadam. Dadam alsın bunlar Mehmet bizim dadam. Dadam. Dadam alsın bunlar Mehmet bizim dadam. Lekin muhabbatlik ko'ngillarning sharti yuqori bo'lmaydi. Chunki uningda qanoat, tushunish, rozimanlik tuyg'usi bor. Bir-birini haqiqiy so'ygan kishilar bir qan shikar xotin kam bang tang xotin shikada xotin